Ko'pchilik bilmaydigan sir bor. Piyozni boshini 2 barobar kattartirish mumkin. Mana shu usul bilan piyozni boshini kattartirib, hosildorlikni oshirish mumkin. Kim piyozdan ko'proq foyda qilmoqchi bo'lsa, bu videoni oxirigacha ko'ring. Assalomu alaykum, bizni kuzatib turgan barchaga. Biz bugun Fine Agrochemikatlar kompaniyasi mahsuloti bo'lgan Falgro va Beriket Agro mahsulotlari bo'lgan Fiproka va Infaen haqida jicha suhbat qilamiz. Ushbu ko'rsatgan mahsulotlarim piyoz boshini kattalashtirishda juda samarali vositalar hisoblanadi. Demak, ko'rib chiqamiz, bular qanday ishlaydi. Falgro Agrochemikatlar kompaniyasi mahsuloti bo'lgan bu Falgro tarkibida o'sish regulyatorlari bor. Ular ildizni rivojlantirishni kuchaytiradi, oziq moddalarni tez o'zlashtirishga yordam beradi va piyozni boshini to'ldirishni tezlashtirib beradi. Beriket Agro mahsuloti bo'lgan Infaenimiz bu bargni kuchaytiradi, o'sishni, rivojlantirishni tezlashtiradi. Ushbu Infaen tarkibida umumiy azot 30%, nitrat azot 7,3%, amoniya azot 7,3%, karbamid azot 15,4%. Bu azot manbai hisoblanadi. Infaen azot manbai bo'lsa, bu preparatimiz, ya'ni Fiproka kaliy manbai hisoblanadi. Buni vazifasi meva boshini kattalashtirish, sifat va vaznini oshirishga yordam beradi. Ushbu Fiproka mahsulotini qo'llaganingizdan keyin meva sifati oshadi va mevani terib olganingizdan keyin qanaqa meva bo'lishidan qat'iy nazar, hozir biz piyoz haqida gaplashyapmiz. Piyoz terib olganingizdan keyin uni saqlash muddatini oshirib berishda ham katta yordam beradi bu mahsulotimiz. Bu uchala preparatimizni qo'llaganimizdan keyin piyozimiz kattaroq chiqadi, hosil og'irlashadi, sifat yaxshilanadi. Albatta bitta narsani esdan chiqarmasligimiz kerak, do'stlar. Me'yori bilan ishlatish kerak, ortiqcha bermaslik kerak. Har qanaqa dorini ham va boshqa qo'llanadigan preparatlarni ham eng yaxshi natija uchun bu mahsulotlarimizni 2-3 marta qo'llash kerak. Sug'orish yoki bargidan purkash orqali bersa bo'ladi mahsulotlarda. Agar siz hosilingizni kattalashtirmoqchi bo'lsangiz, Falgro, Infaen va Fiproka mahsulotlaridan albatta foydalanishingiz kerak. Sinab ko'ring, xudo xolasa yaxshi natija beradi. Bu mahsulotlarimizni sarf me'yori Falgro ichida tabletka bo'ladi, 10 dona. Har bitta tabletkasi 50-60 litr suvga aralashtiriladi. Fiproka bo'lsa 100 litr suvga 200 dan 250 grammgacha qo'llab ishlatish mumkin bargidan sug'orishda. Infaen mahsuloti bu ham shu 100 litrga 250-300 grammdan qo'llashimiz mumkin. Demak, mahsulotlarimizni sarf me'yorlari haqida gaplashamiz. Aytib o'taman. Agrochemikatlar mahsuloti bo'lgan Falgro ichida tabletka bo'ladi. Ushbu tabletkani har bir donasi 50-60 litr suvga aralashtiriladi. Buni shu sarf me'yorda tomchilatib sug'orishda ham tomirdan ham bersa bo'ladi, bargidan ham purkasa bo'ladi. Fiproka mahsulotimiz bu purkab sug'orishda 200-300 mg 100 litr suvga birinchisida, ikkinchi sepshilada 250-300 gram 100 litr suvga qo'shib qo'llasanglar bo'ladi. Ushbu Infaen mahsulotimiz bo'lsa 100 litr suvga 250-300 gram qo'shib, uchalasini aralashtirib qo'llasanglar bo'ladi. Yana bitta eslatma, albatta piyoz tayini kattalashtirishga shu dorilarni qo'llasanglar, uchalasiga kile qo'shib sepsanglar yana ham yaxshiroq natija beradi.
O'zimizni sinovimizdan o'tgan, agar siz hosilni kattalashtirmoqchi bo'lsangiz, albatta Falgro, Infa-N va Kiproka mahsulotlarini albatta sinab ko'ring. Xo'p, buni sepilish tartibi qanaqa bo'ladi deb so'raganlar bo'lsa, sepilish tartibi piyoz boshi ko'rinadi-ku, piyozni tag olib boshlaydi. O'sha yong'oqchalik, eng kattasi yong'oqchalik bo'lgandan boshlanadi bu preparatlarni berish. Ko'p kamida 1-2 marta sepish kerak. Agar zarur bo'lsa, 3-chisini ham qo'llasanglar bo'ladi. Shu yong'oqchalik bo'lganda kattaligi aynan mana shu Falgro qopqog'ichalik bo'lganda eng kattasi qo'llaysizlar va 7-10 kundan keyin ikkinchi sepilishini qilasizlar. Zarur bo'lsa 3-chi sepilishini o'sha 7-10 kundan keyin 3-chi sepilishini qilsanglar, xudo xolisa yaxshi natijalarni ko'rsatib beradi. O'zimiz sinagan va biz ishonchimizni oqlagan mahsulotlarni sizlarga tavsiya qilib qolaman. Kim piyozdan ko'proq foyda qilmoqchi bo'lsa, sifatli mahsulot ishlab chiqarmoqchi bo'lsa, bu mahsulotni sinab ko'rishingizni tavsiya qilib qolamiz. O'zimiz ishonchimizdan o'tgan, o'zimiz qo'llagan, ko'zimiz bilan natijasini ko'rgan mahsulotlarimiz. Bizni agro magazinimiz bor. Bu magazinimiz Surxondaryo Uzun Yankuch mahallasida joylashgan. Yankuch mahallasida bitta Og'on dom bor. Shu Og'on domni to'g'risida joylashgan manzilimiz. Mana shu 844 video shu yerda turadi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Agar video manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lishni unutmang.